uy sharoitida ham restoran darajasida servis qilish mumkin. Men bugun sizlarga shu servis qilishni detalni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib asosiy tarelkamiz qo'yiladi. Tarelkamiz ikkita barmoq oralig'ichalik stol chetidan ichkarida bo'lishi kerak. Sababi o'tirayotgan odamga noqulaylik tug'dirmaslik uchun. Keyin холодный va горячий zakuskalar uchun ikkinchi tarelkamizni qo'yamiz. Endi priborlarni gali keldi. Chap tarafga talinkani riyadada qilib vilkani qo'yamiz. O'ng tarafga pichoqni tig'irni ichkariga qilib qo'yamiz. Yoniga qoshuqni qo'yamiz. Ko'pchilik shu narsada ikkilanib qo'yibdi. Birinchi qoshuqni qo'yib, keyin pichoqni qo'yibdi. Bu etiket bo'yicha noto'g'ri hisoblanadi. Birinchi bu pichoq qo'yiladi, keyin qoshuq qo'yiladi. Mana shu narsa to'g'ri hisoblanadi. Endi stakan fujirimizni o'ng tarafga qo'yamiz. Bizda o'zbekchilik choy обязательно ichiladi. Peylani ham qo'yish esdan chiqish kerak emas. Uylarda tabiiy yoki sun'iy gullar bo'lsa, stollarning o'rtasiga qo'yib qo'ysanglar, juda ham o'zgacha atmosfera beradi. Bu videoni ko'p mehmon kutadigan tanchisiga jo'natib qo'ying, albatta sizdan xursand bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosishingizdan chiqmasin. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying.